Hosildorliklarni ko'rib turibsizlar, pomidorlar. O'zingiz qisqacha qilib mana shuni tushuntirib bersangiz bodringlar haqida bir boshdan. Assalomu alaykum. Bu bodringimiz Hedvey nomli serhosil, ham mazasi juda shirin. Buni o'sha 16-mart kuni ekilgan. Sug'orish tizimi kapelnitsa, tomchilab sug'orish, ya'ni shu ariqdan tortib bu kapelnitsaga beriladi, surib beriladi. Buni vodoprovod suvidan foydalansa ham bo'ladi. Ariq imkoniyati yo'q bo'lsa, yer osti suvlari, vodoprovod suvlaridan foydalansa bo'ladi. Bu bir qatorga pomidor ekkanman, probaga. Keyingi yil ham yana joyimiz bor, pomidor ekamiz. Juda yaxshi nav ekan. Mana serhosil, chiroyli navlar. Hozirda bir kunda qancha bodring uzilyapti hozir? Hozirda 2 kunda bir uziladimi? Xo'p, hozirgi kunda har kuni o'sha 6-7 qopdan uzyapmiz, 5 so'tik joydan. Ya'ni 200 kilo oshiqroq bo'lyapti kuniga. Tomonga qarab yuramiz qani. Mana palaklari yaxshi. U 2 kunda bir, 3 kunda bir dorilayman. Chirakka qarshi, desant degan kasallik bor, bilasizlar. Shunga qarshi dorilab, befalasda ishlar olib boriladi. Yaxshi, sekin ko'rsa. Qalampirlar ham ko'rganday bo'ldimi bu yerda? Qayerdadir? Probaga qalampirni Turkiyadan keltirilgan navini ekdik, yangi. Qilich degan nav ekan, o'zimizda o'zbek tilida aytganda. Ko'rsating, qayerda bu qalampir? Uzun juda. Demak, mana bunaqa tomchilab sug'orish belgilari bilan ketgan ekan. Juda chiroyli. Bu yildan keyingi biz ham shunaqa qilamiz, xudo xolasa. Bu qanaqa nav qalampir? Bu qalampir Turkiyadan keltirilgan bu navi. Juda chiroyli, haligi o'ta achchiq emas, ishtahani ochuvchi. Mana Dalgarga o'xshab uzun bo'lar ekan. Qilich o'z nomi bilan mana qilichga o'xshar ekan. Qilich navi ekan. Bu yildan keyin xudo xolasa ko'proq ekish niyat bor. Ichkari uzun ekan. Hozir bu yer jami necha so'tik mana shu joy? Jami 5 so'tik oshiqroq, 5,5 so'tik chiqadi. To'g'ri. Tepadan turgan. Demak, bu fevraldan keyin martda ekilgan, ha? Zo'r hozir. Yaxshi. Demak, bu yildan keyin biz ham shuna qilsak, yordam berasiz qanday holatda? Ha, amaliy yordam maslahatlarimizni bemalol beramiz. Telefon nomeringizni tagiga yozib qo'yamiz, xudo xolasa. Yaxshi. Haligi qiziqib shunaqa qilmoqchi bo'lganlar bo'ladigan bo'lsa, telefon nomeri pastga yozib qo'yamiz. Manzilimizni aytib qo'yaylik. Manzilim Norin tumani, To'da qishlog'i, So'ziqo'l mahallasida yashayman. Bo'ldi. Rahmat, aloqaga chiqaverasizlar.